Milliy sertifikat imtihonida tushgan navbatdagi geometrik misolning yechimini siz bilan birgalikda ko'ramiz. Xo'p, bizda berilgan teng yonli uchburchakning ikkita ichki burchagi yig'indisi 3-ichki burchagiga teng. Eng katta tomoniga tushgan medianasi uzunligi 6 ga teng bo'lsa, uchburchak yuzini toping. Demak, teng yonli uchburchakning ikkita ichki burchak yig'indisi 3-ichki burchagiga teng. Demak, teng yonli bo'lsa, bu yon tomonlarni teng deb olsak, bu alfa, bu ham alfa bo'ladi. 3-ichki burchagiga teng bo'ladigan bo'lsa, bu 2 alfa bo'ladi. Ya'ni uchburchakning ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusligidan bilamizki, 4 alfa barobar 180 gradusga teng. Alfani topib oladigan bo'lsak 45 gradus. Bu bizda teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi. Ya'ni mana bu burchagimiz 90 gradusga teng bo'ladi. Eng katta tomoniga tushgan medianasi 6 ga teng. Demak, eng katta tomoniga tushgan medianasi 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu 6 ga teng bo'lar ekan. Teng yonli to'g'ri burchakli uchburchakda uchidan tushgan mediana balandlik ham bo'ladi. Bu 6 va mediana gipotenuzani yarmiga tengligidan gipotenuza 12 ga tengligi kelib chiqadi. Uchburchakning yuzini topadigan bo'lsak, gipotenuzani balandligiga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. 12 ko'paytiramiz 6 bo'lamiz 2. Javob 36 chiqar ekan. Berilgan uchburchagimiz yuzi 36 ga teng.